Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir hadisda uydan chiqib ketganda shunday deb aytsin deb o'rgatganlar. Uydan chiqib ketayotgan paytdagi zikr bu. Bismillah tavakkaltu alalloh va la havla va la quvvata illa billah. Allohning ismi bilan panoh tilayman. Allohgagina tavakkul qildim. La havla va la quvvata illa billah degani ahvolimni o'zgarishi yo'q, ya'ni meni holatimni o'zgarishi yo'q, illoki Allohning qudrati bilan degan. Mana shu zikrni aytishni buyurdilar Rasululloh. Mana bu zikrda ham uydan chiqib ketayotganda ishlarni Allohga topshirish bor. Unga suyanish bor. Agar kim shunday desa, unga deyiladiki kufita va uqita va hudita. Kifoya qilinding, himoya qilinding, hidoyat qilinding deyiladi. Va boshqa shaytonlar ham aytadiki, haligi uni yo'lda urmoqchi bo'lgan shaytonga, bu kifoya qilingan, hidoyat qilingan, himoya qilingan bandani qanday endi adashtirasan deydi. Nima qila olasan yana deyshadda bunga.